Endi qo'shni, mashina sotsang, qo'shningga sot, keyinchalik yoniga minib yurasan deyshadi. Shunday qo'shni. Tushungandirsiz, a? Tushundim. Endi ko'p emas, onda sonda. Ha, bo'ldi, bemalol qo'shni. Bo'ldi, sizga sotdim, roziman. Kechga pulni olaman qo'shni. Bo'ldi qo'shni, baraka bo'ldi. Baraka topayman ham. Ha. Endi mana boshqalarda ishim yo'q. Talalay. Qo'shni, ming bor uzr. Ya, qo'shni keling. Agar bo'sh bo'lsa, shuni bolalarni bog'chadan olib kelsam bo'ladimi? 5 minutda olib kelaman. Endi Bo'sh bo'lsa lekin, ey. ha, mayli, oling, qo'shni oling. Meniki saniki bormi, qo'shni oling. Qo'shni, ming bor uzr. Agar bo'sh bo'lsa, shu nevaralarim kelganda, bobo velikis qani deyapti-da, shunga 10 minutga berib turing. Bo'sh bo'lsa, Sotdim siz bo'lmaydimi, qo'shni? yo endi ko'ngli og'riydi. Qani bobomning veliki deydi. 10 minutga tez olib kelaman. Katta gitasizlar. Ha, Sotildi-ku, bo'ldi qo'shni. Endi biz oilalarni bilasiz-ku, tarbiyalikda, endi u noto'g'ri tushunib qoladi. Tarbiyangiz. Ya, so'kmang. Qo'shni, suyunchi bering. Qizim o'g'ilchalik bo'ldi. Rostdan. Xursandchilik-ku. Agar shunga bo'sh bo'lsa, shu bitta yaxshi taglik olib kelay. Lalaku degani bor ekan-ku. Blogerlar reklama qilyapti. Allergiya chaqirmas ekan, namlikni saqlar ekan. Bola taglik borligini ham sezmasdan maza qilib ekan, qarang. 5 minutda olib kelaman, Hikmatlarning magazinida bor ekan. Bo'pti, ol. Rahmat qo'shni. Bo'sh bo'lsa. Ol deyapman-ku. Sanlayapsizmi? Yo, oling, qo'shni deyapman. Qo'shni, agar bo'sh bo'lsa. Bo'shamas, o'zim qayda iltimos. Endi meni boshqalarda ishim yo'q.